Assalomu alaykum meni jajji bolajonlarim. Bugun mana yangi ertak eshitamiz. Atirgulning fig'oni. Har bir to'qilgan ertakda haqiqat tolalari bor. Samira erta bilan vaqtli uyg'onib, bog'ga kirib qizil atirgul uzib oldi. So'ngra kiyinib sumkasini ko'tarib maktabga borish uchun tayyorlandi va atirgulni kravatini bir chetiga uloqtirdi. Bir necha soatdan keyin maktabdan qaytib keldi. Ovqat tanovvul qilib, dugonalar bilan o'ynay boshladi va kech bo'lganda uxlash uchun tayyorlandi. Nogohon ertalab tashlab ketgan, so'lib, o'lib qolgan qizil atirgulga ko'zi tushdi va uni chiqindi qutisiga uloqtirdi. Kelasi kuni ertalab Samira boshqa gul uzib oldi. Buni shohidi bo'lgan onasi unga dedi: "Ey azizam, qizim, sen har kuni noto'g'ri ish qilib turasan." Samira aytdi: "Qanday noto'g'ri ish qilaman ey onajon?" Onasi: "Har kuni atirgul uzib olasan, keyin duch kelgan joyga tashlaysan, u so'lib, o'lib qoladi. Gulni uzganingdan keyin gulvazaga uni qo'yib, suv solasan, quyosh nuridan saqlaysan, doimo oz-ozdan suv quyib turasan, suv uning ozuqasidir" dedi. Samira gulni uzayotganda uni himoya qilishlikka onasiga va'da berdi. Lekin u dugonalari bilan o'ynab, zavqlanib, vaqtni chog' o'tkazib, kech kirganini bilmay qoldi. Esiga ham kelmadi. Gul uni kravatli chetida so'lib, o'lib yotardi. Kuni bilan yugurib o'ynab charchagan Samira o'zini kravatga otdi va shu zahoti uyquga ketdi. Onasi achchiqlanib aytgan so'zlarini u eshitmasdi, chunki va'dani bajarmadi. Chamasi yarim tun mungli yig'i ovozidan Samira uyg'onib ketdi. Atrofga qaradi. Uzoq ko'rinmadi. Bir chekkada holsiz yotgan qizil atirgul ko'zidan yomg'ir misol duv-duv yosh to'kib, o'ksinib yig'lar edi.